Mani hayotimdagi eng muhim video. Daha do'stlar, ko'rib turganingizdek, men hozirgina uyg'onganman, yuzlarim yotibdi. Chunki hozir meni farm встреча haqida telefon qilib uyg'otishdi. Va bu ham bo'lsa, bizga farm встречаga ruxsat berishdi. Va xuddi shu paytda miyamdan nima o'tgan tasavvur qila olmaysizlar. Chunki birinchi o'rinda bu farm встреча bizning 3 million obunachiga yiqqanimiz munosabati bilan bor. Va prosta tasavvur qilsam, qachondir ofisda prosta qotgan non yeb yashagan bolacha уже 3 million obunachi yig'di YouTube'da va noldan ko'zingizning oldida chiqqan inson sifatida sizlarga aytamanki, 4 yillik karyeram davomida birinchi marta menga haqiqatan sizlarni aktivlikni his qilishga imkoniyat yaratib beringlar. Va do'stlar, mana shu meni hayotimdagi eng muhim kunlardan biri, ya'ni meni ilk farm встречам 12-iyul Anhor Lokomotiv parkida, aynan mana shu joyda rovna 19:00 da boshlanadi. Va 100% bu oddiygina uchrashuv bo'lib qolmaydi. Birinchi o'rinda biz 3 million bo'lishini nishon olamiz. Ikkinchi o'rinda juda ham ko'p mashq bo'lgan birgalikda sizlarning ko'zingizning oldida jonli challenge o'tkazamiz. Va uchinchi o'rinda sizlarga tayyorlab qo'ygan sovg'alarim va yana boshqa O'zbekistonda hali bo'lmagan ishlarni sizlar bilan birgalikda qilamiz. Va hammasi mana shu joyda bo'ladi. Va sizlardan iltimos, mana shu yakshanba kuni kakas qo'yish bototgan mana shu salqingina bo'ladi. Mana shu payt kelib aktiv yo'rt tashlayli va omonxonni aktiv qanaqa bo'lish kerakligini ko'rsatib qo'yinglar. Va sizlardan eng oxirgi va eng muhim iltimosim bu meni ko'rsatadigan hamma tanishingizga mana shu videoni jo'nating, ular ko'rsin. Chunki qolib ketib qolgandan ko'ra bilib turib kelgan yaxshi. Chunki qolib ketib qolgan so'z afsona. Farm встречamiz bo'ladigan lokatsiyani esa men istoriyamga qo'ygan bo'laman. O'tinglar.